Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, yana yangi partiyada qo'shqonlarimiz keldi. O'ta ham elittalari keldi akalar. Nomer 1lari keldi akalar mana. Bittadan like bosib turasizlar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz akalar. Bugun hafta kuniga xo'p, dushanba 23-dekabr 2025-yil akalar. Yil oxiriga akalar skidkalar juda ko'p bo'ladi. Kelaverasizlar, xudo xolasa narxlarni yo'lda qilib berishadi akalar. O'tgan safarga aytilgan qo'ydi davomi bor deyiladi, hali katta qo'zilarimiz akalar. Ikki tishga o'tib qolgan qo'zilarimiz akalar. Davomi bor deyiladi, o'sha davomi keldi akalar. Mana. Kirsizlar, like bosib turasizlar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz akalar sizlar narxlar bilan. Mana. Qo'shqonlar qarang. Obuna bo'lmaganlar albatta o'ng tarafda qizil pastda tugmasi bor. Shu bir marta bosib bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Like qirsizlarni bosib turinglar. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Qo'shqonlar udarlariga keladi. Mana qo'shqonlar. Mana. Qon taxta bo'lib ketibdi akalar ustiga. Suratdan pardoz qilingan sveji joyidan akalar sizlar syomka qilyapmiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa lakasalarni tashlab berishadi. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstilning oldiga yetib keldi akalar. Bu taraf akalar Andijondan kelish bo'ladi, bu taraf akalar Qo'qondan kelish bo'ladi. Qo'qon, Toshkent shu tarafdan keladi akalar. Bu taraf akalar Andijon, Quva kelaverasizlar. Bundaroq haydaydi, nariyoqqa o'tdinglar bundaroq. Ro'parasiga chiqsin-da. Assalomu alaykum akalar. Yil oxiriga o'ta ham kuchlilari keldi akalar. Bak. Mana yurib bordi akalar. Ana qo'shqon. Vallahi to'shlandim. Son nechta bitta? 60 TL. 60 bosh. Ahvolimizni ham ko'rsatib qo'ying. Bu oson emas. Ishni qilish ham o'ziga yarasha mehnati bor-da. Hech qaysi ishda osoni yo'q o'zi akalar. Mana. Biz ko'rib turganingiz olib kelyapti, sotyapti deysizlar. Lekin buni olib kelish oson emas akalar. Bunaqa qo'yib topib olib kelish oson emas. Eng asosiysi akalar. Qo'shqonlar qaranglar. Qo'yilbi bozorda ham tiqilib achib yotibdi qo'y. Qo'y seroq. Lekin doim aytaman-ku, 100 ta joyda qo'y ko'rsa yoqmasa olmaymiz biz. Nimaga pulimizga olamiz elbi? Yaxshi narsa bo'lsa olamiz. Haqiqatda nomeraringni olib kelishadi, bilasizlar. Ana video shu simjun qo'chqor ishqibozlariga akalar, shu akalarimiz bilan bemalol kelaverasiz. Mo'la 2 tish yo chori qo'y emas. Hali qo'zicha bu. Yo'qmi hali ishini? Mana. Zima. Qallani qaranglar, akalar garban. Nima? Qo'zi ekan. Qarang. O'tgan safar 6 milliondan chiqardik-ku. 6 milliondan chiqardi. 6 milliondan chiqardi, internetdan 2 kishi telefon qildi. O'shanda ham o'tib berdi dedi. Aka arzon qo'yganmiz o'zi 6 milliondan. Oxirgi narxi kilosiga ham to'g'ri keladi. Ha, kichkina aytishiga sotmaydi dedi. Ha, mayli dedi, bozorda 6,5 milliondan sotdi dedi. Bozor sotildi, to'g'rimi? Bozorda 6,5 milliondan sotdi. Bozorda ko'ryapsizlar akalar, bozorning narxidan lekin ustiga kesalang akalar, narxini yo'lida qilib berishadi, narx tushib berishadi. Atrofda narxidan ham, bozorda narxidan ham. Lekin akalar bozorlar baland bo'lyapti mana. 55 kilo go'sht yog'i bor qo'ylar. Go'sht yog'i? Go'sht yog'i, bu go'sht yog'i 85-90 kilolik qo'yadi. Go'sht yog'i akalar 50-55 kilo atrofida mana. Keldi, xudo xolasa kelaverasizlar. Xotirjam tanlab ketishlar mumkin, qo'shqonlar qaraydi. Qo'shqon. Sariqlarda ham o'ta kuchlilari bor ekan ichida. 5-6 ta bor ekan sariqidan. Sariq ham keyin mana sariq qo'ymasda. Mana sariq. Kelar hozir olinglar mana shularni, mana urug'ga bilan olinglar mana shularni. Kelar urug' sezon paytida mana shu qo'ylar 12-13 million olasizlar mana shu qo'ylar. Bu bo'ladi. Zotga olinglar mana. Hozir narxi yengil. Go'shiga hisoblab turib sotiladi hozir. Vesiga hisoblab sotiladi ekan.
buni balli sifatiga sorti uchun 1 million 2 million qimmat olmaysizlar hozir. Nega Bizdan hozir olsa sezon qarang. emas. Bizdan olsa zoti bepul. Zoti bepulda o'shani Eng muhimi aytyapman. boqiydigan odamga zotli qo'y kerak. Zoti bepul aka. Bizga kilosiga pul bersa, zotini bonus qilib bepul beramiz. Soni tozaligini ko'ryapsan, qo'ylar hali pardoz qilinmagan holat shundoq sveji kelyapti. Sras syomka qilinadi qo'shqo'llar qaraydi. Terildi. Kelishaveradi, narxni yo'lda qilib berasiz, optimal oladiganlar. Narxi bozorni ko'rib kelsin, bozordan 500 ming arzon ekan narxi. Ha, bozordan, Ha. Bozordan narxini yo'lda qilib berishadi. Kelaman. Mashinamizda keldi. Xudo xohlasa undan tashqari ham mana qo'chqorlarimiz serob kelaverasizlar mana. Qo'chqor so'raganga qo'chqor, soliq so'raganga soliq akalar. Xudo xohlasa kesalangan akalar ishlar ham bitadi mana. Mana soliqlar. Bo'g'oz soliq so'raganlar, bo'g'oz soliqlar ham serob. Qorasidan so'raganlarga qoralari. Bemalol ekran nomer telefon qilib aloqaga chiqib kelishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi syomkalarga ko'rsatib qolamiz. O'zlaringiz topasizlar.